Bu er. Atrofida doim 3 ta xotini tinmasdan aylanib yurishadi. Hozir tushuntiraman. Aytaylik, mana shu kubik Rubik tashqaridan bir butundek ko'rinadi, lekin u mayda ko'plab ko'pchalardan iborat. Egnimizdagi kiyim bo'lsa, ko'plab mayda tolalarning birlashmasi. Suv bo'lsa, tashqaridan silliq va tozadek ko'rinar, lekin u ham ko'plab mayda tomchilardan iborat. Bu biz ko'rib his qila oladigan mayda zarrachalar. Lekin butun olam atomlardan tashkil topgan. Suv, tuproq, yog'och, tosh va hokazo, hatto qo'lingizdagi telefonni ham komponentlarini atomlar tashkil qiladi. Atom bu har bir moddani tashkil qiluvchi asosiy mayda, ammo eng muhim zarrachasi. Mana yana bir misol. Matoni mikroskopga yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, uni tolalariga ko'zimiz tushadi. Lekin bu biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan mikroskopda ko'ra oladigan zarracha yoki tola xolos. Ana endi atom mana shu zarrachani ichidagi zarracha hisoblanadi. Shunday qilib atom